Assalomu alaykum, hurmatli Sof tibbiyot kanali kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz mavsumga mos allergiya haqida bo'ladi. Allergiya o'zi nima? Allergiya qanday paydo bo'ladi? Aynan allergiyaning rinit shakli, ya'ni allergik rinit insonlarda nima sababdan paydo bo'lishi va bu narsani tabiiy qanday davolash haqida gaplashamiz. Albatta, bu videoni allergiyasi bor tanishingizga jo'natib qo'ying, chunki u uchun juda foydali bo'ladi. Birinchi navbatda allergiya o'zi nima ekanligini bilib olaylik. Allergiya bu bizning tanamizdagi immunitetni javob reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni bizning oddiy narsalarga, ya'ni hech qanday qo'zg'atuvchi bo'lmagan, infeksiya bo'lmagan narsalarga nisbatan haddan tashqari kuchli reaksiyamizdir. Ya'ni bularga gulchangi, oddiy chang yoki hayvon tuklari bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda bizning tanamiz javob reaksiyasida aldanadi. Buning natijasida bizda keraksiz reaksiyalar paydo bo'ladi. Misol uchun, qichishish, burun oqishi, qizarish, shish va nafas olishining qiyinlashishi kabi. Yuqorida sanalgan holatlardan tashqari allergiya va gipersezuvchanlik yoki giperchustvительность degan so'zni alohida ta'kidlab o'tish kerak. Ya'ni gipersezuvchanlik bu inson tanasining oddiy narsalarga tez javob reaksiyasidir. Allergiya esa aynan bir moddaga yoki ma'lum bir narsaga tez sezuvchanlik va unga javob reaksiyasi hisoblanadi. Allergik reaksiya bilan gipersezuvchanlik o'zaro almashinib turishi mumkin. Ba'zi bir insonlarda esa bu jarayon juda ham kuchayib ketadi. Bunday holatlarda nafas siqishi, anafilaktik shok holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bu esa oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun biz immunitetni to'g'ri chiniqtirishimiz kerak va autoimmun kasalliklar rivojlanishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ushbu o'rinda autoimmun kasallik nima ekanligini aytaman. Autoimmun kasallik bu immunitetning o'zini o'zi bilan kurashishi degani. Ya'ni o'z hujayralarimizda immunitet dushman hujayralari deb o'ylaydi va u bilan kurashishni boshlaydi. Xuddi shu jarayon autoimmun jarayon hisoblanadi. Shuning uchun autoimmun kasalliklardan ehtiyot bo'lish kerak. Zamonimizda esa ushbu kasallik turlari ancha ko'payib bormoqda. Allergik reaksiyalarni to'xtatish uchun inson tanasi sensibilizatsiya, ya'ni moslashish jarayonini o'tishi kerak. Moslashish jarayonidan o'tganimizdan so'ng bizning tanamiz allergik reaksiyalarni ancha pasaytiradi. Bu esa immunoglobulin E va immunoglobulin G chiqishini kamaytiradi. Immunoglobulin E miqdori kamayishi esa bizning allergik reaksiyalarimizni pasayishiga sabab bo'ladi. Immunoglobulin E ni kamaytirish uchun tabiiy ravishda nimalar qilishimiz kerak? Buning uchun eng yaxshi vosita bu asalari gulchangi hisoblanadi. Lekin bir narsani aniq aytib o'tamanki, bu hamma uchun bir xilda ta'sir qiladi yoki bu o'ta darajada xavfsiz demayman. Chunki bu modda inson tanasiga individual tarzda ta'sir qiladi va kuchli allergik reaksiyalar bor insonlarga tavsiya etilmaydi. Chunki gulchangi bilan inson tanasini immunitetini allergiyaga ko'niktirish bu boshqa masala. Lekin allergiyasi qo'zg'ab turgan insonga ushbu mahsulotni berish bu boshqa masala hisoblanadi. Xalqimiz va donolarda ajoyib gap bor. Gadoning dushmani gado bo'ladi. Ya'ni gulchangi keltirib chiqarayotgan allergik reaksiyani biz asalari gulchangi bilan bostirishimiz mumkin. Bu qanday iste'mol qilinadi va qanday tadqiqotlar asosida ushbu fikrni aytmoqdaman. Amerikadagi ko'plab olimlar ushbu tadqiqotni o'tkazish natijasida yaxshi natijalarga ega bo'lishdi. Bu bilan birgalikda biz asalari gulchangi tarkibidagi ko'plab aminokislotalar hamda vitaminlar orqali tanamizdagi immunitetni to'g'ri rivojlantiramiz va undan tashqari to'g'ri chiniqtiramiz. Chiniqish va rivojlanish orasida farq bor. Rivojlangan immunitet bo'lishi mumkin, lekin chiniqqan bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda bizning tanamizda immunoglobulin E miqdori juda ham ko'p bo'ladi va gistamin miqdori oshib ketadi va gistaminning ko'payishi to'qimalarda shish keltirib chiqaradi. Shuning uchun biz gistamin miqdorini normaga keltirish uchun asalari gulchangidan sensibilizatsiyalovchi modda sifatida foydalanishimiz mumkin. Misol uchun, ko'plab dermatovenerologlar ishlatadigan natriy tiosulfat ham inson organizmida sensibilizatsiya jarayonini tashkil qilish xususiyatiga ega. Shuningdek, oddiy asalari gulchangi ham xuddi shu vazifani bajaradi va uni to'g'ri iste'mol qilish orqali biz allergik rinit va allergik reaksiyalardan ancha qutulamiz. Va surunkali tarzda diqqi nafaslik bilan kasallanadigan insonlarga ushbu mahsulotni tavsiya etilmaydi.
Hozir sizda haqli ravishda savol paydo bo'ldi. Asalari gulchangi, ya'ni pergani qanday iste'mol qilish kerak? Pergani iste'mol qilayotganingizda albatta uning dozalariga juda ham muhim tarzda e'tibor bering. Ya'ni kattalarda 1-2 choy qoshiq miqdorida ertalab och qoringa, ya'ni nahorda iste'mol qilish kerak va undan keyin 1 soatgacha ovqatlanish kerak emas. Bolalarda esa yarim 1 choy qoshiq miqdorida berish kerak va uni hech narsaga aralashtirmasdan och qoringa beriladi. Shundagina u yaxshi sensibilizatsion ta'sirini ko'rsatadi. Lekin yuqorida aytganim kabi o'ta og'ir allergik reaksiyalar va tanadagi juda ham kuchli qo'zg'alish paytida ushbu muolajani qilish tavsiya etilmaydi. Undan tashqari ushbu muolajani qilishda albatta o'zingizni allergolog shifokoringiz bilan maslahatlashing. Bu o'ta nozik masala hisoblanadi. Asalari gulchangidan tashqari allergiyaga ta'sir qiluvchi ikkita yaxshi mahsulot haqida aytib o'taman. Ularning birinchisi bu zanjabil. Zanjabil inson tanasidagi ko'plab yallig'lanish jarayonlarini yo'qotadi va bronxlarni kengaytirish xususiyatiga ega. Undan tashqari yuqori nafas yo'llarida qon aylanishini yaxshilaydi va gistamin chiqishini kamaytiradi. Bu bilan nafas siqilishlari va shishlar yo'qolishiga yordam beradi. Ikkinchi mahsulot esa yantoq guli damlamasidir. Yantoq guli damlamasi xalq tabobatida juda ham qadrlanadi va uni gulini aynan qaysi paytda yig'ilganligiga e'tibor berish kerak. Ya'ni iyun va avgust oylarida gullagan yantoqning gullari eng yaxshi allergiyaga qarshi vosita hisoblanadi. Lekin aprelda gullagan yantoqning gullari bunchalik ta'sir qilmaydi. Shuning uchun biz albatta o'simliklarni qaysi qismini damlama yoki qaynatma tayyorlayotganimizda uni qachon yig'ilishiga e'tibor berishimiz kerak. Shunchaki yig'ilgan yoki shunchaki litsenziyaga ega bo'lmagan do'konlardan, qandaydir joylardan sotib olingan paytda biz o'simlikni aynan qanday yig'ilganini bilmaymiz va uning ko'zlangan ta'siri samaradorligi pastligi yuzaga keladi. Bu bilan u mahsulotni biz to'liq endi bu ta'sirga ega emas deb xulosa qila olmaymiz. Shuning uchun albatta individuallikka e'tibor bering va kimgadir ta'sir qilgan narsa boshqa birovga aynan ta'sir qilishini kutmang. Allergiya va gipersezuvchanlik bu juda ham kuchli yoki og'ir kasallik emas. Bundan to'liq qutulish mumkin. Faqat inson o'zini o'zgartirishni boshlashi kerak va immunoglobulinlar miqdoriga e'tibor bering. Sizni immunitetingizning 3-askarlar bosqichi hisoblanadi va ularni to'g'ri tarbiyalash orqali, ya'ni tanangizni to'g'ri tarbiyalash orqali siz allergik kasalliklardan doimo uzoqda bo'lasiz. Shuning uchun iste'mol qilayotgan ovqatlaringizga e'tibor bering. Ular orasida allergiya qo'zg'ovchi yoki tanani zaiflashtiruvchi moddalar yo'qligiga amin bo'ling. Keyingi videolarimizda qanday mavzularni yoritishimizni istaysiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Undan tashqari yuqoridagi video haqidagi fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman va sizlarga chuqur hurmat va ehtirom bilan Sof tibbiyot jamoasi hamda doktor Rozikov bo'ldi.